Sentoku Ahrorovga aniq yetkazib berdi to'pni. Ahrorovdan uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'lladi va bir-bir OKMK hisobni tenglashtirdi. Siyavash Haqnazariy OKMKning mavsumdagi birinchi goli muallifi va u maydonga tushayotgan. Endi jamoalar ko'proq hujumkorlikka e'tibor qaratsa kerak. Mana bu yerda uzatma chap qanotga aniq bo'ldi. Keyin esa Siyavash Haqnazariy ochilayotgan nuqtani Saidafzalxon Ahrorov aniq ko'rdi. Sentoku shunday o'rta masofaga bo'lgan paslar bilan OKMK gol urib kelyapti. Jarima maydoni atrofida bo'shliq yuzaga keltirdi va bu bo'shliqning keng hudud